Ha. E, menga to'g'risi meni kesim juda baland o'ygan. Eshitganmiz. 20 30 ming. 30 ming kesilgan. Uni ana Gali opaga borganman, Gulchehra opaga borgan, bunga hech kim olmagan dokument. Seni chaqirmaydi deganda. Keyin ash inglizcha biladigan, Westminsterda o'qiydigan ukaxonlar borda, ash bolalar bilan to'ldirganmiz. Telefon qilganmiz. Kentukiga telefon qilib men chaqirmadim desa chaqiradi degan. Keyin harakat qilib o'zimiz qilib, keyin dokument perevod kelganda, yana Gulchehra opaga opa bizni barib chaqirar ekan, dokumentlarimizni perevod qilib bering deb opaga borganmiz. Keyin opa ishimizni qabul qilgan, ungacha qabul qilmagan. Endi bular ham xolis aytganda, uka degan 30 mingni ko'p holatda chaqirmaydi. Bekardan pulingizni kuyib olasiz. Xohlasangiz biz qilib beraveramiz degan. Asbatda aka, mana sizda oilangizda necha kishi bo'lgan? 5 kishi bo'lganmiz, o'sha 3 ta bola. 3300 bo'lgan mashpatdan to'lovlar adashmasam. Men demoqchimanki, paytda siz tayyor bo'lgansiz shu rasxodni riskovat qilishga, shunaqa bo'lyapti? Ha, Rossiyada chiqqan, Rossiyada ishlab, 3-4 ming dollar ishlab, zapaska, chiqishga siqib, mashina kechib kelgansiz o'zingizga, shunaqa bo'lyapti? Ha, ishni tashab, O'zbekistonga kelib, hisobdagi pulni ishlatganman-da. Endi meni plan B ham tayyor bo'lgan. Endi chaqirmashi mumkin-ku 30 mingni. Ha, enza plan. Plan B tog'am Moskvada Yandex. Yana dars.